Beşikto'ya shuncha so'm bo'ladi degan klientlarimiz uchun bu videoni tayyorladik. Xudo xolasa, assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Bu videomuz Beşikto'y etadonlar uchun. Bemalol videoni oxirigacha ko'rsangizlar, Beşikto'ya shuncha so'm bo'ladi, navlan olinadi, hammasini ko'rsatib boramiz. Ketdik esa. Dastavkamizni ichine общий komplektlar tuzganmiz. Общий komplektning narxi 10 million so'm bo'ladi. 6 million 900 ga skidka narxlarda qilib berganmiz. Endi 6 million 900 ming so'mning ichine shunday zo'r Emily kolyaskamiz. Bu kolyaskamizning eng lyuks varianti. Romlari shunday xrom etiladi, ichlari keng, o'tiradi, yotadi, kichkina bo'lib ingnaladi. Keyin yanına sarınjaqimizni berganmiz. 1 yoshdan 5 yoshgacha bemalol foydalansangiz bo'ladi. Domdan, uydan, ko'chadan, bog'dan, livoy joyda foydalansa bo'ladigan zo'r narsa. Shkafimiz ham toza tug'ilgan boladan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar bemalol foydalansa bo'ladi. Bu shkafimiz MDFdan tayyorlangan 3 eshikli bo'ladi. Bo'ylari ham baland, zo'ri. Keyin yanına elektronli belanchakimizdan Kiberi Max degandan berganmiz. Max degani uzun bo'ladi. Minningda 120, ichlari ham keng bo'ladi. Eldilar ochiladi, eldilarni ochib spalniyaga qo'shsangiz bo'ladi. İçini matraslari zo'r narsa. Pulti hamma narsasi o'zida bo'ladi. Balani salaslardan qandini do'ydirib tursangiz bo'ldi, o'zi chayqab boqaveradi. Pampers gizib qo'yasizlar lekin. Yanına beshikimiz xiva beshik. Xiva beshikimizdan ichi 2 qator, teyni ko'rpachalari hamma narsasi bo'ladi. Beshikimizdan eng yaxshisidan beramiz. Endi do'konga kelsangizlar, bemalol ko'rsatib beramiz. Endi beshikning har xilisi bor. Bize prostoy narsa tavsiya qilmaymiz. Обязательно yaxshisidan olinglar olganda. Keyin stulchkimiz, ikkisi birda stul. Starjoy2 hem stul hem kacheylari bo'ladi. Bu narsamizni toza tug'ilgan boladan 5 yoshgacha bo'lgan bolalara bemalol ishlatsangizlar bo'ladi. Buziladigan narsa emas, lekin zo'r narsa. Xadinokimiz ham demir xadinok, ikkisi birda. Hem xadinok ishlatsa bo'ladi, hem eldilari stol bo'ladi. Muzikalari hamma narsasi o'zida, bo'ylari ham baland past bo'ladi. Sidushkamiz, endi buni ko'p odam biladi. Bilmaganlar uchun yana tushuntirib o'taman. Bola yana avvaltaka taxlab o'tirardilar, hozir shu o'tiradigan tuzganlar. Bu ham zo'r narsa. Zaychik naboromizning ichida dirnak aladondan tutib meva soskasi, garshok hamma narsasi komplektlatib beramiz. Keyin mashinamiz ham toza tug'ilgan boladan 5 yoshgacha bemalol bo'ladi. Endi shunday narsalar agar sizlar ham kerak bo'lsa, mabodo Beşikto'y etajak bo'lgan klientlarimiz bo'lsa, do'konimizga kelsangizlar, bemalol tushuntirib hisob-kitob qilib beramiz. Dastavkalarimiz ham muvofiqin bepul, dastavkamiz mut, podarkamiz bor, bonuslarni ham qilib beramiz. Manzilimizga kelsak, manzilimiz Urganch shahrida joylashgan. Bunda Med College, bu yoqda Sum, bu yoqda gipermarket, Tomaris Nur. Shu yerdan kelsangizlar, birinchi blok, ikkinchi etajda bo'lamiz. Shu o'rtadan kirib kelib, chapga chiqasizlar. Hamma vaqtida nomer qo'yaman, telefon aytinglar. Manzilni tushuntiraman. Dastavkamiz mut, Xorazmning hamma joyina 4 kul Beruni 50 kala, bu taraflar ham mut. Telefon aytinglar, tushuntiramiz. Bilmaydiganlar uchun yozinglar, lokatsiyada yozinglar, lokatsiyasini ham tajab beramiz. Hammangizga rahmat, kutamiz.